Namangan o'zgarish kerak. Biz boshqa pog'onaga o'tyapmiz. Biz Namanganda juda katta marra olyapmiz. Bu yerda Noringeslar kaskadi mikrogesimizda elektr energiyasini suv orqali sof toza yashil elektr energiya hosil qilish bilan va uni tarmoq orqali aholiga sifatli yetkazib berish bilan shug'ullanadi. Bu gidroelektr stansiyamiz 7/24 ya'ni uzluksiz ravishda o'z ish faoliyatini olib bormoqda. Hozirgi holatda ham elektr stansiyamiz qurilmalari ishchi holatda va elektr energiyasini tarmoqqa berib turibmiz. mingta xonadon bu Norin gidroelektrostansiyalar kaskadi loyihasi elektr energiyasi bilan ta'minlab bera oladigan xonadonlar soni. Undan tashqari bu joy respublikamiz iqtisodiyotiga qo'shimcha 300 milliard so'mlik manfaat demakdir va shuni aytish joizki, bu joy respublikamizdagi birinchi milliy GES. Asosan ishlab chiqarishda milliy o'zimizda ishlab chiqarilgan texnologiyalardan foydalanilgan. O'zimizning brend O'zbekistonda ishlab chiqarilgan texnologiyalar va o'zimizning mutaxassislar birgalikda ishga qurilmalarni ishga tushirdik. Tushunarli. Demak, hozir bu joyda hamma texnikalar O'zbekistonda ishlab chiqarilgan va mutaxassislar ham hammasi o'zbekistonlik. Ha, xuddi shunday. Noringeslar kaskadi birinchi filial ishga tushishi bilan 130 nafar xodim ish bilan ta'minlandi. Hozirgi kunda xodimlarimiz barchasi ish jarayonida. Misol tariqasida ushbu gidroelektrostansiya kaskadi 3 tumanning yarmini bemalol elektr energiyasi bilan ta'minlay oladi va hozirda Norin daryosida mana shunday 6 ta gidroelektrostansiya kaskadlari qurilmoqda.